Qanaqa qilib atigi 1 yil ichida shaxsiy rivojlanish orqali siz xohlagan ideal insonga aylanishingiz mumkin. Mani ismim Ahror Davronov, tadbirkorman. 10 yildan ortiq shaxsiy rivojlanish bilan ham shug'ullanib kelaman. Hozir men sizlarga 365 kun davomida qanaqa qilib tizimli, bosqichma-bosqich o'z ustida ishlash, shaxsiy rivojlanish haqida tushuntirib, gapirib beraman. Neyrobiologlarning aytishi bo'yicha bir ish insonga odatga aylanishi uchun 21 kun kerak bo'lar ekan. O'shaning uchun eng yaxshi tizim bu har oy davomida bir necha odatlarni hayotingizga tatbiq qilib borish. Bilasizmi, shaxsiy rivojlanish birdaniga hammasini boshlasa qiyin bo'lib ketadi. Shu sababdan biza uni 12 ta bo'limga bo'lib chiqqanmiz. Birinchi blok albatta puldan boshlanadi. Hozirgi zamonaviy dunyoda albatta pul juda ham kerak. Sog'lig'ingiz bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz ustida ishlamoqchi bo'lsangiz, kitob olmoqchi bo'lsangiz, albatta hammasiga pul kerak bo'ladi. Pulni qanaqa qilib tartiblaymiz? Hozir mana shu blokda ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi siz qilishingiz kerak bo'lgan narsa har bitta xarajatingizni va har bitta daromadingizni hisoblashni boshlaysiz. Nimaga bu narsa kerak? Chunki ko'pchilik kelganda konsultatsiyaga yoki bo'lmasam savol bilan kelganda mani qo'limdan ko'p pul o'tadi, lekin men buni hisobini bilmayman deydi. Mana 10 million, 20 million, 30 million topaman, lekin baraka yo'q, birim ikki bo'lmayapti. Har oydan oyga narsa olmayapman, biznesim o'smayapti. Hamma pul qayerga ketayotganini bilmayman deydi. Birinchi qilish kerak bo'lgan narsa plyus ko'p bo'ladimi, kam bo'ladimi hisoblashni boshlaysiz. Uni Excelda qilishingiz mumkin, bloknotda qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa o'zini maxsus programmalari bor. O'sha programmada har bitta narsani yozib chiqasiz. Bu narsa birdaniga natija bermaydi. 1 oy, 2 oydan keyin siz xarajatlaringizni bitta-bitta ko'rib chiqqaningizda ma'lum bo'ladi. O'sha teshik, tog'ora misolida oladigan bo'lsak, suv qatga oqib ketayotgani. Bir akamizda shunaqa bo'lganki, oyiga 2 millionlik kofe ichib qo'yar ekan, o'zi ham bilmas ekan. Kofe 40 ming, 45 ming turadi. U yerda ichdi, bu yerda ichdi, ertalab ichdi, kechqurun ichdi. Aynan xarajatlarni yozishni boshlagandan keyin, voy shuncha ko'p kofe icharkanmanmi deb mana shu joyini tartibladik. Va shunga o'xshagan xarajatlar sizda ham bo'lishingiz mumkin. Mana shu tog'orani teshiklarini yopib, pulingiz qayerdan kelayotganini va qayerga ketayotganini birinchi aniqlab olish kerak bo'ladi. Ikkinchisi bu xarajatlarni optimallashtiramiz. Demak, siz ko'ryapsiz, taksiga ko'p pul ishlatib qo'yayotgandirsiz yoki nimanidir ko'proq olib qo'yayotgandirsiz. Shu narsani kamaytirish kerak bo'ladi, rasxodlarni. Keyin albatta qarzi bor odamlar qarz to'g'risida jiddiy shug'ullanish kerak. Birinchi qiladigan ishi ko'pchilik даже qancha qarzi borligini, kimga qancha qarzi borligini bilmaydi. Qarzdor bo'lsangiz, albatta o'tirib qarzni yozib chiqing. Qanaqa yoziladi bu narsa? Qarz qachon qaytarishingiz kerak, kimdan olgansiz va nimaga olgansiz? O'shanda siz spiskada ko'ra olasiz. Bu pullarni nimaga ishlatganingizni kelib chiqadi birinchisi. Ikkinchisi, bu pullarni qachon qaytarishingiz kerak, kimga qaytarishingiz kerak. Keyin uni yana texnikalari bor. Agar qarz o'tib ketgan bo'lsa, misol uchun aprelda berishingiz kerak, bu may oyi bo'ladigan bo'lsa, siz shu qarz bergan odam bilan albatta telefonlashib yoki ko'rishib kelishingiz kerak bo'ladi. Undan tashqari har doim aloqada bo'lib turish kerak bo'ladi qarzdor odam. Chunki ko'pchilik nima deb o'ylaydi? Men pul topganimdan keyin telefonni olaman-da, hozir pulim yo'q, nima qilaman, asabim buzadi deydi. Yo'q, pulingiz bo'lsa bo'lmasa telefonni oling, aloqada bo'lib turing, chunki qarz bergan inson siz haqingizda noto'g'ri xayollarga borishi mumkin. Battar jazavaga tushib, battar telefon qilib, uyingizga kelib asabingizni buzishni boshlaydi. Shuning uchun har bitta shunaqa insonlar bilan gaplashib, vaziyatni tushuntirib, albatta men qarzingizni beraman deb chaqirsa borib, ko'rishib, aloqada bo'lib turishingiz kerak bo'ladi. Pul haqidagi keyingi blokimiz albatta qarzlarni hisobladingiz, pulingiz qayerga ketayotganini, qayerdan kelayotganini bilyapsiz. Faqat uni hisob-kitob qilib yuravermaysizda, demak, daromadni oshirish haqida bosh qotirishingiz kerak. Misol uchun oylikda ishlaydigan bo'lsangiz, nima qilsam oyligim oshadi degan savolni berishingiz kerak. Yoki bo'lmasa faqatgina bir joydan emas, bir necha joylardan daromad olishni o'ylab ko'rish kerak. Agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, repetitorlik qilishingiz mumkin. Agar siz fotograf bo'lib qayerdadir ishlasangiz, qo'shimcha yana ishlar qilishingiz mumkin. Grafiya yoki bo'lmasam targetni o'rganishingiz mumkin. Instagram o'rganishingiz mumkin. YouTube va hokazo va hokazo. Bu daromadni oshirish deyiladi. O'zidan o'zi daromad oshib qolmaydi. Buni orqasida ham alohida mehnat, alohida bir diqqat qaratib qilinadigan ishlari bor o'zini. Puldagi keyingi bloklardan biri bu xavfsizlik yastig'i. Bu xavfsizlik yastig'i nima degani? Ruschasiga podushka безопасности deydi. Hayot har xil past balandliklardan iborat bo'lganligi uchun siz bilmaysiz, erta kasal bo'lib qolasizmi yoki boshingizga bir mushkullik tushadimi, yo siz ishdan ketib qolasizmi,
Mana shunaqa past balandliklarni hayotdan to'g'ri o'tib olishingiz uchun sizga xavfsizlik yostig'i kerak. Misol uchun, u qancha bo'lishi kerak degan savolga hammada har xil bo'ladi. Misol uchun, kimdir oyiga $500 ishlatadi, kimdir 300, kimdir $1000 ishlatadi. Taxminan 6 oylik sizda xavfsizlik yostig'i bo'lishi kerak. 1000 ishdan ketgan taqdiringizda ham siz bilasiz, siz 6 oy davomida bemalol yasha olasiz va sekin boshqa ish qidirishni boshlaysiz. Agar bu xavfsizlik yostig'i sizda bo'lmasa, siz tipirchilab tez ish qidirishga kirishni boshlaysiz. Bu yerda har xil noqonuniy ishlar chiqib qolishi mumkin. Sizga pul kerak bo'ladi, balki uyda bolalaringizda yo'qchilik bo'lishi mumkin. Siz har xil noqonuniy ishlarga yo'l qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasam sizga mos kelmaydigan, kam oylik beradigan, sizni qadringizga yetmaydigan ishga ham to'xta, hozir ishlab turing, tezroq pul topishim kerak-yu deb shunaqa ishlarga kirib, umringiz shu yerda o'tib qolishi mumkin. Shu sababdan siz 6 oylik yoki 3 oylik yoki 5 oylik pul uyda olib qo'ysangiz, siz bilasiz, ha, demak, men ish topishimga bemalol 2 oy, 3 oy vaqtim bor deb turib, xayolingizni bir joyga qo'yish orqali o'zingiz xohlagan yaxshi ish topishga ham bemalol ulgurasiz. Buning uchun xavfsizlik yostig'i kerak bo'ladi. Endi moliyaviy maqsad degan narsa bor. Ko'pchilik moliyaviy maqsad qo'ymaydi. Moliyaviy maqsad qo'ygan taqdirda ham unga rioya qilmaydi. Siz tushunyapsiz, ish uchun kerak noutbuk, lekin siz noutbukka yiqqan pulingizni iPhone olishingiz mumkin yoki krossovka olib qo'yishingiz mumkin. Ko'pchilikda bo'ladigan holat shu. Aslida moliyaviy maqsad qo'yildimi, uni sekin oyma-oy erishib borish kerak va albatta pulni boshqarish, uni yig'ish, uni ko'proq topish, uni saqlab qolish bilim bo'ladi. Bu haqda juda ham ko'p kitoblar bor, kurslar bor, videolar bor. Ularni hammasini o'qib o'rganish kerak. Investitsiya nima bo'ladi, birjalar nima, qimmatbaho qog'ozlar bozori, obligatsiya nima, aksiya nima, tilla qanaqa olinadi, kumush qanaqa olinadi, kriptovalyuta kerak bo'lsa, shu hammasi haqida bir oy davomida o'rganib, vaqt ajratish kerak bo'ladi. Endi pul haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham mavzu katta. Oxirgi bloklarni men aytib ketaman. Oxirgi blok bu investitsiya qilish, qat'iy investitsiya qilish. Qarzdan chiqdingiz, pul yig'dingiz, xavfsizlik yostig'ini tashkil qildingiz. Endi sizda ortiqcha pul paydo bo'lib qoldi. Mana shu yig'gan pulingizni endi investitsiya qilishni o'rganish kerak bo'ladi. Investitsiya deganda ko'pchilik tilla olib qo'yish, uy olib qo'yish va hattoki mashina olib qo'yish tushuniladi. Aslida umuman unaqa emas. Investitsiya bu alohida bilim, uni ham alohida o'rganib chiqish kerak bo'ladi. Pul haqidagi asosiy bloklar shu. Ikkinchi blok bu tana sog'lik bloki deb olamiz. Sababi qancha pulingiz ko'p bo'lmasin, agar sog'lig'ingiz yaxshi bo'lmasa, bu sizga umuman pulli ham keragi yo'q, hech narsani qizig'i yo'q. Albatta birinchi o'rinda sog'lik kerak bo'ladi. Endi sog'lik blokida nimalarga ahamiyat berishimiz kerak? Birinchi qiladigan ishingiz, siz o'zingizni boshdan oyoq tekshirtirasiz. Aynan birinchi blok shunga kerak edi, pul. Ozgina pul ajratib turib, o'zingizni check up qildirasiz. Ya'ni borib qon topshirasiz, uziga tushasiz, rentgenga kerak bo'lsa MRTga tushib, stomatologga borib, hamma qayerda nima muammo bo'layotganini odam albatta bilib borish kerak. Chunki shunaqangi kasalliklar borki, ularni faqat laborator tekshiruv natijasida bilish mumkin. Qanaqadir rak holatlari bor. Hamma uni o'tkazib yorib biladi, lekin agar boshida bilsa, raklarni ham hozirgi kunda davolasa bo'ladi. Yoki bo'lmasam pochka bilan aloqador kasalliklarda ham shunaqa. Sizni umuman bezovta qilmaydi, lekin bezovta qilishni boshlaganda tekshirib ko'rsa, pochka ancha mazasi qochgan bo'ladi va uni tuzatish juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilik kasallikni boshida bilib, uni vaqtida davolagan anchagina yaxshi. Check-up deganda biz laborator, UZI shunaqa apparatni joyini tushunamiz. Undan tashqari shifokor ko'rigiga ham borib, o'zingizni qanaqa his qilayotganlaringizni aytib, analizlaringizni ko'rsatib, har 6 oyda ulardan maslahat toptirish kerak bo'ladi. Keyin ko'pchilik mensimaydigan, lekin eng ko'p effekt beradigan narsa bu uyqu. Hozirgi zamonda telefon ko'ramiz, video ko'ramiz, ashula eshitamiz, ko'chada yuramiz, kech uxlaymiz, voqli turish kerak bo'ladi. Uyqu juda ham nenormal holatda bo'ladi. Bir vrach bilan gaplashganimda aytganki, 80% sog'lik bu uyqu degan. Siz qanchalik vitamin ichmang, qanchalik to'g'ri ovqatlanmang, qanchalik trenirovka qilmang, agar uyquni to'g'rilamasangiz, bu hech qaysi biri foydali bo'lmaydi. Uyqu hamma narsani fundamenti, asosi bu to'g'ri uxlash bo'ladi. Undan tashqari harakatni albatta ko'paytirish, sportga borishni yo'lga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Yana bitta sog'lik bo'yicha qiladigan ishlarimiz bu zararli odatlarni
bittadan olib tashlaymiz. Masalan, bu birinchisi shakarni boshlanishiga kamaytirish kerak iste'mol qilishi va keyinchalik umuman olib tashlash. Keyin unli mahsulotlar, non, makaron va hokazo unli mahsulotlarni ham sekin-sekin hayotimizdan olib tashlashimiz kerak. Chekish, ichish haqida umuman gapirmadim. Bu sog'lig'ingizga juda ham zarar qiladigan yomon odatlardan biri. Agar cheksangiz bilaman, balki qiyin bo'ladi, lekin sekin-sekin buni ham tashlash kerak bo'ladi. Xullas, sekin-astalik bilan ovqat bilan bog'liq bo'lgan ko'nikmalaringizni o'zgartirishingiz kerak. Yana bitta qilishingiz kerak bo'lgan ish bu suv balansi deyiladi. Ya'ni ko'pchilik suv yetarlicha ichmaydi. Kuniga 2-3 litr choy, boshqa ichimliklardan tashqari odam toza suv ichish kerak. 2-3 litr. Shu narsani ham albatta yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Yana bitta narsa suv bilan qo'shib, shu tepada check-up qilganimizda vitamin B mi, vitamin D mi, balki kalsiy va boshqa moddalar organizmga yetishmasligini aniqlashimiz mumkin va albatta shu badlarni, vitaminlarni ichish kerak bo'ladi. Sog'lik albatta ovqat bilan bog'liq bo'lganligi uchun ovqatni kaloriyasini ham sekin-sekin sanab borish kerak bo'ladi. Qancha yog' yeyapsiz, qancha oqsil yeyapsiz, qancha uglevod yeyapsiz, bu hammasini hisoblab borish kerak bo'ladi. Agar kimdadir ortiqcha vazni bo'lsa, porsiya deyiladi, ya'ni bitta tarelkadan ko'p yemaslikni ham yo'lga qo'yish kerak. Va albatta sog'lik bilan aloqador bo'lgan qiziqarli videolar, kitoblar, har xil podkastlar, vrachlar bilan bo'ladigan podkast intervyularni ham ko'rish juda ham foydali. Sababi u yerda juda qiziqarli holatda organizmingiz uchun nima foyda, nima zararligini bilib olishingiz mumkin. Endi 3-oyda albatta maqsad qo'yish kerak inson o'zini oldiga. Sababi inson qanchalik sog' bo'lmasin, puli ko'p bo'lmasin, agar uni maqsadlari to'g'ri qo'yilgan, to'g'ri yozilmagan bo'lsa, bu oldingi qilgan narsalar hammasi befoyda bo'ladi. Maqsad blokiga o'tadigan bo'lsangiz, siz aslida nima xohlayotganingizni bilishingiz kerak. Masalan, siz qurilishni yaxshi ko'rarsiz, lekin bir qanaqadir boshqa sohada ishlashingiz mumkin. Siz shuni qanaqa qilib o'zingiz qiziqqan sohaga o'tishingiz mumkin, shuni rostdan o'ylab ko'ring. Sababi ish kuniga 8 soat, 9 soat, 10 soat vaqtimizni oladi. Agar sizga yoqmaydigan, qiziq bo'lmagan ishni ishlaydigan bo'lsangiz, bu psixologik holatingizga juda qattiq ta'sir qiladi. Endi maqsadlaringizni bitta-bitta yozib chiqing. Shunda siz nima xohlayotganingiz yana ham yaqqolroq ko'rinadi. Misol uchun sayohatlarni yoqtirishingiz mumkin. Siz ofisda ishlashingiz mumkin, lekin maqsadlaringizni yozib chiqqanda sayohat ko'p bo'lishi mumkin. Rossiyaga boraman, Mongoliyaga boraman, Qozog'istonga boraman. Demak, siz o'zingizni ishingizni sayohatlar bilan bog'liq bo'lgan bir sohaga burishingiz kerak bo'ladi. Turagentstvodami yoki bo'lmasam boshqa sohadami, ofis sizga to'g'ri kelmasligi mumkin. Aynan shu maqsadlaringizni yozganingizda shu narsalar sekin-sekin kelib chiqadi. Keyin maqsadlaringizni yozib chiqqaningizdan keyin aytaylik sizda bir 40 ta maqsad bor. Uni o'lchovini qilib chiqish kerak. Ya'ni bitta maqsadingiz bor, aytaylik umra safariga borish. Bunga nech pul ketadi? Qaysi payt borishingiz kerak bo'ladi? Qanaqa yoshda bormoqchisiz? Hammasini oldiga yozib chiqing. Yoki bitta mashina olmoqchisiz. Qanaqa mashina u? Modeli qanaqa, yili qanaqa, nech pul turadi? Shu yana ham konkretlashtirish kerak maqsadlarni. Maqsadlarni konkretlashtirganingizdan keyin uni sohalarga bo'lib chiqasiz. Birinchisi pulga bog'liq. Masalan, nimadir sotib olish, iPhone sotib olish degan maqsadingiz bor. Unga nima kerak? Pul kerak bo'ldi. Demak, pulli joyi bo'ladi. Yoki bo'lmasam, shunaqa maqsadingiz bor, chorvoni suzib o'tmoqchisiz. Unga hech qanaqa pul umuman qaysidir ma'noda rol o'ynamaydi. Unga faqat sizni sog'ligingiz, tanangiz, qanchalik trenirovka qilgansiz, qilmagansiz, shu rol o'ynaydi. Yoki bo'lmasam bitta maqsadingiz munosabatga bog'liq bo'lishi mumkin. Aytaylik, ota-onangiz bilan yoki farzandingiz bilan yoki bir aka-ukangiz bilan munosabatingiz yaxshi emas. Sizning maqsadingiz mana shu munosabatni tiklash bo'lsa, u yerda ham pul qaysidir ma'noda rol o'ynamaydi, u yerda boshqa narsa rol o'ynaydi. Yoki bo'lmasam ish. Sizga ishingiz yoqmasligi uchun u yurishmaydi. Agar siz musiqani yaxshi ko'rsangiz, musiqa bilan aloqador sohada yursangiz, o'z-o'zidan qiziqishingiz borligi uchun ishingiz yurishib ketadi. Demak, maqsadlar katta va kichik bo'lishi mumkin, lekin katta maqsadlarni ham kichkina qismlarga ajratish kerak. Chunki katta maqsad bo'ladigan bo'lsa, masalan, uy qurish deb yozib qo'ydingiz maqsadingizga. Uni ichiga kichkina maqsadlar kiradi. Uy qurishingiz uchun birinchi yer topishingiz kerak, o'zingizga mos. Necha sotiq bo'ladi, qayerdan bo'ladi, qaysi rayondan bo'ladi, qachon olasiz, qaysi pulga olasiz, bularni yozib chiqasiz. Keyin uy necha qavatli bo'ladi, necha xonali bo'ladi, remonti qanaqa bo'ladi, qanaqa stilda bo'ladi. Demak, katta maqsadni kichkina maqsadchalarga bo'lib, har kuni
buni ustida ish olib borish kerak bo'ladi. Ko'pchilik qiladigan xato yangi yilda hamma bir vagon maqsad qo'yadi, lekin yanvar-fevral o'tib martga borib bu maqsadlardan na bittasi bajariladi, na bittasiga bir harakat bo'ladi, hammani esdan chiqib ketadi. Har yili hamma maqsad qo'yadi, lekin faqatgina sanoqli insonlar bunga erishadi. Chunki maqsad qo'yilgan, lekin keyingi harakat nimadan iboratligi tushunarli emas. Misol uchun uy olmoqchiman, hop, katta qilib yozib qo'ydik. Falon yili uy olaman deb. Bo'ldi, keyin nima qilish kerak? Buni kichkina maqsadlarga bo'lish kerak. Qanaqa uy olaman, necha pulga olaman, bu pulni qayerdan olaman deb sekin ichida yana savollarni bersa, mana shu katta maqsad kichkinaga aylanib va sizda kundalik nima qilishingiz kerak bo'lgan rejalari chiqadi. Aytib o'tganimdek, katta maqsadlar kichkinalarga bo'linadi va kichkina maqsadlar oddiy harakatlarga bo'linadi va harakatlarni kundalikka yozib, har kunlik qiladigan ishingiz aniq bo'ladi. Mana shu texnologiyalarni ishlatib, maqsadlar tomon harakatlansangiz, siz aniq progressni ko'ra olasiz. Ya'ni bir oy davomida shu ishni qilmoqchi edim, shuncha foizini bitirdim degan sizda aniq progress bo'ladi va bu sizga yana qo'shimcha motivatsiya beradi. Yana ozgina qoldi, 10 kun shu ishni qilsam, mana shu katta maqsadimga erishaman degan sizda qo'shimcha motivatsiya bo'ladi. Maqsad qo'yish, unga erishish ham bu alohida ilm hisoblanadi. Mana shu ilmni ham albatta podkastlar, intervyular, kitoblar orqali to'ldirib borish kerak bo'ladi. Bunaqa bloklardan yana 9 ta bor, yil davomida o'tish kerak bo'lgan bular: erkinlik, haqiqat, tavakkalchilik, risk haqida bo'ladi. Vaqt, uni to'g'ri ishlatish va uni to'g'ri boshqarish haqida bo'ladi. Elita haqida bo'ladi. Qadriyatlar, muhit, ya'ni sizni kimlar o'rab turgani, tushkunlik, depressiya holatlaridan chiqib ketish, unga tushmaslik uchun nimalar qilish va sevgi. Va sevgi deganda faqat sevgi emas, balki munosabatlar, do'stlar, oila davrasi va hokazo shu blokka ichiga kiradi. Bu hayotimizdagi asosiy bloklar deb hisoblayman men. Bu bloklarning ichida o'zini bilimi va texnikalari bor. Ularni aytaylik kitoblardan, har xil intervyulardan, podkastlardan, internetdan, boshqa kurslardan bilib olishingiz mumkin. Bilasizlarmi, buni hayotga tatbiq qilishda bitta qiyin joyi bor. Bu ham bo'lsa bilim emas. Hozirgi kunda bilim juda ham ko'p. Bu haqda kitoblar bor, intervyular bor, har xil podkastlar. GPTni o'ziga yozsangiz ham juda vagon informatsiya beradi. Lekin ko'pchilik uni hayotiga tatbiq qilmaydi. O'rganadi, qolib ketaveradi. Kitob o'qiydi, tatbiq qilmaydi. Intervyu ko'radi, zo'r ekan deydi, zo'r insaytli bo'ladi, hatto kimlardir yozib oladi ham, lekin uni hayotiga tatbiq qilmaydi. Hozirgi kundagi eng qiyin ish bu hayotga tatbiq qilish va bajarish. Bajarish uchun esa muhit kerak. Atrofingizda xuddi sizga o'xshagan, oldiga to'g'ri maqsad qo'ygan, hayotini o'zgartirmoqchi bo'lgan, yangi bilimlarga tashna bo'lgan insonlar bo'lsa, ular bilan birga mana shu o'zgarishlarni qilish anchagina oson bo'ladi. Aynan mana shu kamchilikni to'g'irlash uchun biza guruh yig'ganmiz. Bu guruhning nomi Ma'nolar maktabi deyiladi. Biza har oy bitta blokdan olib, guruh bilan birinchisi seminar o'tamiz. Mana shu mavzuni atroflicha o'rganib chiqamiz. Aytaylik, pul mavzusi yoki bo'lmasam erkinlik yoki haqiqat mavzusini o'rganib chiqamiz va ularga mos ikkita kitob tanlaymiz. Birgalikda mana shu kitobni bir oy davomida o'qiymiz. Challengelar bo'ladi. U yerda zararli odatlarni sekin-sekin hayotimizdan chiqarib olamiz va foydali odatlarni sekin-sekin hayotimizga tatbiq qilamiz. Undan tashqari oy o'rtasida bizada savol-javob yig'ilishimiz bo'ladi. Unda insonlar qanaqa odatlarni o'zini hayotiga tatbiq qildi, qaysi yomon odatlarni chiqarib yubordi, qaysi kitoblarni o'qidi va hokazo mana shu mavzularni birgalikda gaplashamiz, bir-birimizga yordam beramiz. Undan tashqari birgalikda sayrlar bo'ladi. Kitoblardan tashqari o'qish kerak bo'lgan yana qo'shimcha materiallar bo'ladi, ko'rish kerak bo'lgan filmlar bo'ladi va hatto qaysidir filmlarni birgalikda yig'ilib ko'ramiz, fikr almashamiz. Siz ham mana shu guruhimizning a'zosi bo'lishingiz mumkin va 1 yil davomida o'zingizni hayotingizni asta-sekinlik bilan biza bilan birgalikda o'zgartirib borishingiz mumkin. Bu guruhga a'zo bo'lish narxini biz juda ham qimmat qilib yormadik. Atiga 199 ming so'm bir oyiga. Bu pulli ichiga offlayn seminarda qatnashish, savol-javoblar, maxsus darsliklar va barcha materiallar kiradi. Hozir pastda guruh adminini Telegramini qoldiraman. Bemalol unga yozib, qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Maqsadlaringizga erishishi yangi yildan emas, hozirdan boshlang.